ular bo'ldi, roza tutishdan umidi yo'q odamlar. Bular fidya beradi. Roza tuta olmaydi ham. Har bir kuniga bittadan miskinni to'ydiradigan darajada, xolasa pul miqdorida, xolasa taom ko'rinishida nima fidya berish kerak bo'ladi. O'zi shular ham yosh katta bo'lsa ham qo'ldan kelgancha roza tutishgani yaxshi o'zi asli, lekin agar tuta olmaydigan bo'lsa, qariyalik bo'lib, zaiflik bo'ladigan bo'lsa yoki umuman bir yosh kattalarni ko'rsalarning aqli sal ketib ham qoladi masalan. Shunaqa narsalar bo'ladigan bo'lsa, bular nima fidya beradi o'sha kunlarga. Bu fidyani Ramazonning o'rniga fidyani shariatga kirishi bu Ramazon rozasi muhim ekanligiga dalolat qiladi. Qutulish yo'q degani. Ya'ni rozani tutasiz, bo'lmasa bilan fidyasini berasiz. Yoki shu oylarda uzrli bo'lganlar boshqa kunlarda albatta tutib berish kerak bo'ladi. Soqit bo'lmaydi bu. Mana hattoki mana uzrli ayollar ham namozlarni o'qimaydi, lekin rozasini tutib beradi. Tutmagan kunlariga. Uzrli ayollar masalasida yoki homilali ayollar yoki emizikli ayollar shular ham agar Ramazonda bir sog'lig'iga ta'sir qiladigan bo'lsa yoki farzandiga ta'sir qilish ehtimoli bo'ladigan bo'lsa, Ramazonda tutmaydi-da, Ramazondan keyin bir kunga bir kun tutib beradi. Endi homilali ayollarda ham, emizikli ayollarda ham ikki xil holat bor deydi ulamolar. Birinchisi, homilali ayol o'zini sog'lig'iga agar ta'sir qilishini o'ylasa, sog'lig'i ko'tarmayotgan bo'lsa, shu sababidan tutmayotgan bo'lsa, Ramazondan keyin bir kunga bir kun tutib beradi. Ikkinchisi, shu homilali ayol o'zini sog'lig'ini emas, farzandingizga ziyon bo'ladi, ovqatni vaqtida yemasangiz deb doktorlar aytsa, farzandni o'sha qornidagi bola sababli agar ro'zani tutmaydigan bo'lsa, ulamolar aytishadiki, Ramazondan keyin birga bir ro'za tutib beradida, keyin fidya ham beradi deb aytishadi. Sababni tushundilar-a? O'zini sog'ligi sababidan bo'ladigan bo'lsa, Ramazondan keyin bir kunga bir kun tutib beradi. O'zini sog'ligi emas, bolani sog'ligi uchun qiladigan bo'lsa, bir kunga bir kun tutadi, plus fidya ham beradi deb aytishadi. Emizikli ayolda ham xuddi shu holat. Lekin emizikli ayollar ko'p holatda o'zi ro'zani tutsa bo'ladi. Ba'zilar o'ylaydi, mana tibbiyot ham aniqlayapti, taomdan ajraladi sut deb o'ylaydi. O'zi taomdan emas, onaning qonidan ajraladi. Iftorlik, saharlikda agar vaqtida qiladigan bo'lsa, sut yetadi, yetkazib bersa bo'ladi odatda. Mana shu ikki xil holat, demak fidya holatlari mana shu. Va keyin Ramazonda oxirida fitr sadaqasi bor. Fitr sadaqasi bu shariatga kirgan. Ramazonda oxirgi kunlarda beriladi. Oxirgi kun, masalan, ertaga hayit degan kuni oxirgi iftorni qilgan kunimizdan boshlab ertasiga hayit kungacha fitr sadaqasi beriladi. Tushunarlar? Eng maqbul vaqt mana shu. Demak, fitr sadaqasi ham o'zi nima degani? Oxirgi iftorimizni qilamiz. Bu fitr sadaqasi beriladi har bir kishidan. Har bir kishidan beriladi. Bu har yili fitr sadaqasini belgilanadi. Fitr sadaqasi oxirgi iftorni qilgandan keyin, ko'p ulamolar aytadi, oxirgi iftorni qilgandan keyin shu Ramazonga Alloh taolo muvaffaq qilgani va unda bilib bilmay qilgan xatolarimizdan majburiy nima chiqariladigan sadaqa hisoblanadi. Odamlarga ixtiyoriy desangiz, odamga xolasa chiqaradi, xolasa chiqarmaydi. Buni ham shariat fitr sadaqasi ham islomga kiritilgan sabab shu odamning ro'zasi mukammalligi uchun qilinadi. Ya'ni odam ro'zani tutdi, o'ziga ishonch, yemadi, ichmadi, bunga aniq. Lekin bilib bilmay qilib qo'ygan xatolari bor. O'shalarga kafforat bo'lish uchun nima? Fitr sadaqasi chiqariladi. Bu bir sababi. Ikkinchi sababi hayitgacha chiqarilishi kerak. Agar hayit namozidan keyin chiqariladigan bo'lsa, u oddiy sadaqadan farqi bo'lmaydi. Hayit namozigacha chiqarilishi kerak. Ikkinchi sababi hayit namoziga chiqarilishini shart qilib qo'yilishi va oxirgi kundan iftor qilgandan keyin ertaga hayit degan kundan boshlab chiqarish, yig'ib chiqarish boshlanadi. Ikkinchi sababi shu kuni hayit kunlari kambag'allar tilamchilik qilishdan tiyilishi uchun ham kambag'allarga yetkazilishi kerak. Shuning uchun mana shu fitr sadaqasi borligi uchun Ramazon hayiti kechroq o'qilishi sunnat, mustahab. Chunki sahobalar davrida sahobalar bomdod namozini o'qishardi-da, to hayit namozigacha borib fitr sadaqalarini egalariga berib kelishardi. Shuning uchun Ramazon hayitining namozi qancha kechroq o'qilsa shuncha yaxshi, quyosh chiqqandan keyin. Odamlar toki nimani berib olsin, fitr sadaqasini egalariga yetkazib berish uchun. Endi fitr sadaqalar yig'iladi. Mana shu masjidda yig'iladimi, qayerda yig'ilsa ham
beriladigan odamlar tayin qilib qo'yib, o'sha hayit namozi o'qilguncha berilsa yaxshi. Kim qaysi hududda bo'lsa, o'sha hududga amal qiladi. Masalan, siz o'zingiz bitta yashayapsizmi, shu yerdagi hayit kuni, hayit namozi siz uchun shu beriladigan kun hisoblanadi. Shundan mana shu yerdagi kim haqdorlarni topib o'zi fitr sadaqasi har bir davlatda o'zida qolishi kerak. Juda topilmasa kim boshqa davlatga berilishi mumkin, boshqa joyga. Tushunarlar? Agar haqdorlar topib o'zingiz bering, bo'lmasa bir yig'ib bir birontasiga haqdorga nima bersa bo'ladi. Fitr sadaqasini haq qiladi. Bu miskinlar hisoblanadi. Miskinlar. Fitr sadaqasini oluvchilar miskinlar va o'shanga haqdor bo'lgan odamlar. Va fitr sadaqasi har bir oilaning a'zosidan chiqariladi. Masalan, sizni qaramog'ingizda nechta farzandingiz bo'lsa, o'shalar nomidan nima fitr sadaqasi chiqarasiz. Masalan, sizni oilangiz boshqa davlatda bo'lsa, o'sha oilangizni o'sha davlatni miqdorida chiqarasiz, o'sha joydan. Tushunarlar? O'sha joydan chiqarasiz, o'sha joyning miqdoridan chiqarasiz. Ziyodasi plus o'zingizga. Masalan, ko'proq chiqarsangiz. Masalan, bu yerda hozir 10 ming won deb belgilanadigan bo'lsa, boshqa joyda masalan 10 ming so'm deb belgilaydigan bo'lsa, o'sha joydan o'zingiz yurtingizda 10 ming so'm chiqarasiz. Oilangizdan bu yerdan 10 ming won siz o'zingiz nomingizdan chiqarasiz. Va xuddi shuningdek, yana bu Ramazon oyi ihson oyi hisoblanadi. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning fe'llaridan keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ramazon oyida rihul mursala, ya'ni tez esuvchi shamol kabi sadaqa masalasi tez bo'lib qolardilar. Ya'ni so'ragan odam katta so'raydimi, kichkina so'raydimi farqi yo'q, berardilar. Katta-yu kichkina so'ragani farqi yo'q. Hatto shunday qilardilar, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning fe'llaridan keyin bir odamdan savdo qilsalar Ramazonda, narxidan ko'proq berib olardilar bir xil narsalarni. Yoki birortasidan hadiya olsalar, hadiyasini ziyoda qilib berardilar. Sadaqa bu Ramazon oyida faqat moddiy narsalardan bo'lmaydi. Masalan, birodaringizga yaxshi gapirishingiz. Mana shu narsalarning o'zi hammasi sadaqa hisoblanadi. Yoki bir birodaringizga bir Ramazondan oldin bir nima bo'lgan bo'lsa, undan uzr so'rab qo'yishingiz. Mana shu narsalarning hammasi sadaqa hisoblanadi. Mana bu faqat sadaqa deganda bizda faqat pul tushunmasin. Bir shirin so'z gapirishingiz, bir yordam berib yuborishingiz, nimadir manfaat keltirishingiz o'sha birodaringiz. Masalan, birodaringiz bir maslahat so'radimi? Xolis maslahat berishingiz mana shu sadaqaga kiradi. Mayli 11 oy bir yashirib yurganda siz bu narsalarni aytgisi kelmaydi, lekin Ramazonda Alloh uchun sadaqa bo'lsin deb aytavering, hech narsa qilmaydi. Qolgan 11 oyda nimadir qilarsiz. Tushunarlimi? Nimadir maslahat so'rasa, ochiq gapiravering Ramazonda. Mana shu ham sadaqa bo'ladi. Ya'ni sadaqa faqat moddiy jihatdan bo'lmaydi. Va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning berishlari shunday degan Ramazonda. Faqirlikdan qo'rqmagan odam beradigan sadaqani. Ertadan bir narsa bo'ladi, ol deb beraveradi, shunaqa bo'lgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Bo'lmasa qayerdandir topib olib berganlar. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bunday qilishlari sababi ba'zi o'rinlarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan Ramazondan tashqari o'rinlarda savolli masalalar bo'lishi mumkin. Kimdir so'rab kelgan bo'lsa, uni savolga tutgan bo'lishlari mumkin. Lekin Ramazonda savolga tutmasdan nima? So'ragan odamni kammi ozmi berganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bersalar, haligi olgan odamdan ko'proq xursand bo'lardilar. Bir odam olib xursand bo'ladi-ku, undan ko'proq payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xursand bo'lardilar berganlariga. Va haqiqatan ham kimdir agar qalbida bir siqilish shunaqa narsa bo'ladigan bo'lsa, u Ramazondan tashqari masalan sadaqa qilsin, yordam bersin birodarlariga. Yordam beradigan odam topib bersin. O'shanda Alloh taolo buni qalbini ochadi. Mana shu sadaqa qalbni ochuvchi eng yaxshi vositalardan bittasi. Buni ko'p odam his qilmaydi. Hozir payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganmiz, bir odam olgan odamdan ko'ra payg'ambar sollallohu alayhi vasallam berib xursand bo'lardilar. O'zingiz ham hayotda sinang. Qaysidir muhtojga agar bersangiz, siqilib turgan narsalaringiz, hali o'ylab turgan tashvishlaringiz ancha sizdan yiroqlashganini his qilasiz. Juda yuragingiz siqilib turgan bo'lsa, sadaqa qiling. Sadaqa qiling. Bo'lib o'sha haqdorlarni topib beradigan bo'lsangiz, mana shu nima qalbni ochuvchi eng yaxshi narsalardan. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ramazonda sadaqa qilardilar va doim xursand yurardilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ba'zan yuqorida aytdik, savdo qilardilar-da, savdolashib. Pulni berardilar-da, yana tovarni ham o'ziga qaytarardilar agar bir qiyinchilikdan bir narsani sotayotgan odamni uchratib qolsalar. Shu Ramazonning faslida. Bu narsa nafaqat bir haligi odamga xursandchilik olib keladi, balki
Bu da'vat ham hisoblanadi. Bir odamga shunaqa yaxshilik qilishingiz. Va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ba'zan qarz olardilar va ziyodasini qaytarardilar. Va hadiya bergan odamni hadiyasidan ko'paytirib, hadiyasini qaytarib berardilar. Va sadaqani hamma eshiklarini ochgandilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Holati bilan, gaplari bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sadaqa qilardilar. Ya'ni bir birodaringizga kulib qarab turishingiz, yaxshi muomalada turishingiz, mana shuni o'zi ham bir sadaqa hisoblanadi. Haligi bir birodaringiz sizga qarab gapirmasa ham unga gapirib, hol-ahvol o'zingiz birinchi o'rib so'rashingiz, chiqishib ketish mana shu narsalar ham nima? Ramazondagi sadaqa hisoblanadi. Bir xillarni qarasangiz, qo'l uzatsa so'rashamanda yoki salom bersa alik olamanda deb turadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unaqa bo'lmasdi. Holatlarning o'zi odamlarga bir da'vat bo'lib turadi. Va gaplari bilan ham sadaqa qilardi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Va o'z o'rnida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu mana shu narsaga sadaqaga doim sahobalarga buyurardilar, sadaqa qilishga. Chaqirardilar Ramazonda ko'proq sadaqa qilib qolishga. Endi sadaqa deganimda kichkina bizga ko'rinmas narsani tushunmaylar. Arab tilida kengroq tushuniladi. Hatto zakotni bilasizlarmi? Bir xil odamlar zakoti million bo'ladi. Shu ham bir ma'noda arab tilida sadaqa deb nomlangan. Zakot deb biz ishlatamiz, xolos. Sadaqa deganda bizga kichkina haligi sadaqa deb men ishlatyapman, lekin tasavvurlayni haligi tilamchi qilib o'tirgan odam ham deb 50 ming tangani tashib ketadi-yu, bunaqa tushunmaylar. Sadaqa deganda u katta kichik bo'lmaydi. Biz aytayotgan arab tilidagi sadaqa u kengroq. Bir odamga borib bir kuningizni ajratib yordam berishingiz ham bu sadaqa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, bir tasbih aytishingiz ham sadaqa. Subhanalloh deyishingiz ham sadaqa hisoblanadi. Va albatta mana bu sadaqa birovlarga yaxshilik qilish insonning qalbini ochadi. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Jazakumullohu khayran.